Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve salatu ve selamu ala Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem ve ala alihi ve ashabihi ecma'in amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah'a hamdü sanolar bo'lsin. Jamoat namozini, xufton namozini jamoat bilan ado etdik. Bosib kelgan qadamlarimizni birini o'zini huzurida darajotimizni yuksak bo'lishligiga, keyingi qadamimizni xatolarimizga kafforat qilsin Parvardigor. Umrimiz oxirigacha Parvardigor ibodatida qoyim, zikrida doim bo'lgan bandalardan yashashligimizni, Allohning dargohiga gunohlari kechirilgan, tavbalari qabul bo'lgan, ibodatlari qabul bo'lgan bandalardan bo'lib borishligimizni barchamizga nasib aylasin. Hazratimni kitoblaridan o'qiyotgan ekanmiz. 17-bob ota-onalarni o'sha 3 toifa insonni duolari beshak ijobat bo'lishligi to'g'risida janobi payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning hadislaridan o'qigan edik. 3-duo, ya'ni beshak ijobat bo'lishligiga va'da qilingan duolardan 3-si ota-onaning o'z farzandiga qilgan duosi. Ota-ona bolasi uchun qanday duo qilsa hech shak shubhasiz qabul bo'ladigan duolardan ekan. Shuning uchun farzand doim ota-onani yaxshi, xayrli duosini olishga harakat qilishi, ota-ona esa doim xayrli duo qilib, duoibat qilishdan o'zini saqlab, farzandlardan ma'lum bir xatolar o'tsa, kamchiliklar sodir bo'lsa sabr qilib yomon duo qilishga shoshilmasligi kerak bo'lar ekan. Demak, farzandni haqqiga ota-ona xo yaxshi duo qilsin, xayrli duo qilsin, xo dili og'rib duoibat qilsin, unisi ham qabul ekan, bunisi ham qabul ekan. 2-3 kundan beri bir hikmatni ma'ruzalarda aytyapman. Shu hikmatni sizlarga ham aytaman. Buni hali ko'p aytaman, chunki bu dolzarbligini hech qachon yo'qotmaydigan mavzulardan biri. Mana shu mavzuni eshitsak, mana shu yerda har birimiz o'zimizni hozirgi hayotdagi o'rnimizni aniq ko'rsatadigan bir hikmatlardan biri. Ba'zilar bor, meni qaysi xatoim uchun bunaqa bola menga azob beryapti, nima sababdan men bunaqa bolaga ro'para bo'ldim, nega bu baloni menga berdi ekan deb o'tirganlar juda ko'pda. Ana shularga asl o'zini bugungi o'tayotgan hayotini ko'rsatadigan hikmatlardan biri shu. Buni bir 13-14 yil oldinmikin birinchi aytgan joyim Qozog'istonning Chimkent shahrida gapirgan bir ma'ruza qilingan edi. Mana shu, buni eshitgan ham bo'lsanglar kerak, takror bo'ladi, eshitmaganlarga yangilik bo'ladi. Har holda ibratli narsa bu. Hukamolar aytadilarki, farzandlar 5 toifa bo'ladi deganlar. Dunyodagi bor farzandni yig'ishtirganda 5 toifaga. Endi hukamodan Alloh rozi bo'lsinki, bularni hammasini sortirovka qilganini ayting. Birinchi toifasi qanaqa, ikkinchi toifasi qanaqa, uchinchisi qanaqa, to'rtinchisi qanaqa, beshinchisi. Hammasini sortirovka qilib 5 qismga bo'lib qo'ydi. 6-chisi yo'q ekan. Masalan, o'sha befazilat 8 toifa ayollar bo'lgan, bor ekan. 8 toifa ayollar fazilatdan bebahra ekan. Qaysi bir joyga borsa balo yog'diradigan xotin ekan. Kulfat yog'diradigan, insul infarkt qiladigan xotinlar toifasi 8 toifa ekan. Buni ham ajratibdi hukamolar. 9 toifa oila bor ekan, 9 toifa xonadon bor ekan, farishta hech qachon kirmas ekan u joyga. Farishta kirmaydigan joy endi g'urbatxona, shaytonxona bo'lardi. Buni kim ajratib beryapti? Biz o'zimiz o'tirib, o'ylab, to'xta, bolalar mana bundaqa bo'lsa, bunisi bu toifa, bunisi bu toifa deb ajratganimiz yo'q. O'zimizdan ortayotganimiz yo'q, ro'zg'ordan ortayotganimiz yo'q. Kerak bo'lsa birov aytib bersa, o'shani yodlab olamiz. Ikkinchisi nima edi-ya? Uchinchisi qaysi edi-ya deb o'tiribmiz. Bu ulamolar vaqtlarini Xudo uchun sarflab, kelajak avlodga sizu bizlarga mana shularni birma-bir sifati nima, qanaqa, bularni nima kutyapti hayotda, oqibati nima bo'ladi, hammasini birma-bir bizlarga tushirib kitoblarga qo'yib berib ketgan.
birinchi toifa farzanddan Alloh taolo dushmanimizni ham asrasin ekan. Dushmanga nima so'raydi? Balo so'raydi-da, dard so'raydi, g'am so'raydi. Hech qachon yaxshilik so'ramaydi. Chunki dushmanda qalbda adovat bor. Dushmanimga ham ravo ko'rmayman degan gapni gapirgandan keyin mana boshimga shunaqa ishlar tushdi, mana shunaqa sinovlarga ro'para bo'ldim-u, shu sinovlar meni dushmanimga ham boshiga tushmasin degani endi o'ta azobni kattasini tortgan odam bitta gap bilan ifoda qilmoqchi bo'ladi-da. Endi dushmaniga ravo ko'rmayaptimi, demaydi, shu uncha-muncha ishmas ekan deb qo'yadi bu yoqdagi odam. Dushmanchiligi insonga bo'lsa, o'sha dushmanimizni ham o'zini oilasi, farzandlari haqida yaxshi niyatlari bo'lar ekan. O'shaning uchun u dushmanimga ham ravo ko'rmayman deylar ekan. Haqiqatdan ham hozir buni eshitsanglar, astag'firulloh deyorasiz, bunaqa bolani boridan yo'g'i yaxshi deyorasiz-da. Birinchi toifa farzand ota-onani buyurgan ishini biror bittasini qilmas ekan. Kimga kerak? Qani bittaylar qo'l ko'taringlarda, voy ayni menga shunaqa bola kerak edi-ya. Xudodan so'rab bering, taqsir shu bir bola bersinki, bitta ham buyurganimni qilmaydigan bola bo'lsin deb kim so'ragan? Kim so'raydi? Kim so'ralaydi? Hech kim so'ramaydi. Bunaqa bola hech kimga kerak emas. Xudoni o'zi asrasin. Shundoq insonlarning gaplarini eshitganmizki, masalan, dunyodan bepusht bo'lib o'tdi. Farzand ko'rmasdan o'tdi. Ba'zi bir akasini, ba'zi bir ukasini farzandlarini qilib yurgan ishlarni ko'rib, Xudo yaxshi ham menga farzand bermagan ekan. Akamning ahvolini qarang, deyapti-da. Akamni nima ahvolga solib qo'yib, bolalarni deyapti-da. Bunaqa bolani boridan yo'q yaxshi. O'sha rozi bo'lyapti. Tirnoqqa zor bo'lgan hayotiga, befarzand hayotiga rozi bo'lyapti. Qachon o'sha akasini, bolalari uni boshiga solgan balolarni ko'rgandan keyin rozi bo'laryapti-da. Xotiniga ham, qo'y, yig'lama, ko'zingni yoshini art. Bola mana bumi, bunaqa bolani boridan yo'q. Xotinini ham yupatyapti-da o'sha narsalarda. Ota-ona ish buyursa nima buyuradi? Qani ayting? Toqat ko'tarmaydigan ish buyuradimi? Bu uyini qara, meni o'tirgan uyimni qara. Bugun tekisla. Men ana odamni uyiga o'xshagan uyda yashamagim keladi deb farzand cho'ntagida puli yo'q, qurilish qilishga hech qanaqa imkoniyati yo'q, o'sha talab qilyaptimi? Men endi shuncha paytgacha seni Jigulingda yurishim qoldimi? Ol, sot, menga haligindagi zo'r mashinadan olib ber, deyaptimi? Nima deyapti? Hech narsa buyurayotgan bo'lsa, ana o'tni o'rib qo'y, ana agarodga qarab qo'y, ana uni qilib qo'y, yengil, yelpi ishlar buyuryapti-da. Shuni ham qilmayapti. Tasavvur qiling, erta bilan chiqib ketyapsiz-da, o'g'lingizga ana uni qilib qo'y, mana uni qilib qo'y deb ketdingiz. Kelsangiz, u ham qilinmagan, bu ham qilinmagan-da. Gapirilgan gap joyida qolgan. Duo qilasizmi? Ke bolam, baraka toping, umringiz uzoq bo'lsin, ilohi orqamda qolgin. Yaxshi ham qilmabsan, shuni xursand qilding deb kim aytadi? Kim duo qiladi? Bu duoni qilish uchun ota jinni bo'lish kerak-da. Jinni ota unda duo qiladi, qilinmagan ish. Nima deydi? Ha, qilmas ekansan shuni. Buyurdim, qilmas ekansan. Yetmaysanmi? O'zim qilardim deydi. Bechora ota suyakdan o'tgandan keyin nima deydi? O'zim qilardim, qilmas ekansan. Bir buyuradi, qilmaydi, ikki buyuradi, qilmaydi, uch buyuradi, qilmaydi. To'rtinchi marta qo'y deydi-da. Bunga ish buyurib nima ham baraka topdim deydi. Mana shu birinchi toifa farzand ota-onaga oq bo'lishlikka eng haqli farzand ekan. Xudo asrasin. Oq bo'lishlikka eng haqli farzand shu ekan. Ulamolar oqlikni 36 turini sanabdi. 36 o'rinda farzand ota-onaga oq bo'lar ekan. Birinchi pog'onasi, birinchi zinasi, 36 dan birinchi stupenkasi deymizmi? Farzandni muomalasidan ota-onani dili ranjisa. Masalan, bo'ldi-da endi qachongacha meni ishimga aralashaverasiz? Nima, men hali ham yosh bolaman sizga deyotganlar kammi? Har joyda bor. Har uyda bor. Ota gapirsa, ona gapirsa og'ziga urib tashyapti mana shu gap bilan. Bezor qilib tashagan, ota-ona bezor bitta gapirishga qilayotgan ishi yoqmaydi, farzandini qilayotgan ishi yoqmaydi, shu qaytaray desa og'ziga uradi. Insof o'zingga bersin. Bir kun ko'rarsan farzandingdan deydi, yutaveradi. Ana shu muomaladan dili og'rib, ko'ziga yosh kelsa yoki bir xaddi harakatida. Hozir otani itarib yorayotganlar bor, qo'lini undoq olib tashayotganlar bor.
Bir otaxon yig'layapti, kelinim bilan o'g'lim urushib qoluvdi. Borib qo'y bolam bu ishni qilmasam shunday itarib yubordi. Orqam bilan borib devorga shunaqa zarb bilan urildim. Mana o'shandan beri ichim to'kilganday og'riydi. Kechalari uxlay olmayman deb ko'ziga yosh olyapti. U ota-onani ko'ziga yosh kelib shashqator oqish shart emas ekan. O'sha yosh kiprigini tagini qo'l qilib qo'ysa bo'ldi ekan, farzand ota-onaga oq bo'lar ekan. Endi oqlikni kasofati nima desa, boyagi hukamolar aytganday 9 toifa xonadonga hech qachon farishta kirmas ekan. Shu xonadonlarning ikkinchi xonadon ota-onaga oq bo'lgan farzandning xonadoniga hech qachon farishta kirmas ekan. Farishta kirmagan joy befoyda. Mana ko'p xonadonlarga boramiz, borasiz, siqilib qolasizda, chiqib, Xudoga shukr edingiz. Fayz yo'q. Siqilib o'tirasizda, cho'g' ustida o'tiring. Ana shu xonadonlarda aynan shu narsa. Farishta kirmagan xonadon g'urbatxona bo'ladi. Ertadan kechgacha muzika chalib, taqira-tuqur qiladigan xonadonlar bor. Na Allohning zikri bo'lmaydi, na boshqa tilovat qilib. Farishta kirmas ekan. Bu bir. Ikkinchisi, ota-onaga oq bo'lgan farzand hayotda qo'lini ish ko'rmasin deganlar. Umuman ishlamasin deganlar. Nimaga desa, ishlasa ishlayverar ekan, dalasi bor ekan, dehqonchilik qilar ekan, uy ekar ekan, bu ekar ekan, daromadga yetib bormas ekan hosili. Qovun ekadimi, tarvuz ekadimi, pomidor ekadimi, boshqa ekadimi, xos daromadga yetib bormas ekan, hosil yig'ishga yetib bormas ekan. Birodarlar, mana bir birodarim bor, bir qadrdonim bor. Bizdan ancha yoshi, Alloh rozi bo'lsin. Rosa otalarning duolarini oldi mana shu yigit. Rosa oldi. Men o'zim guvohman. Dadamlarni hammomga olib kirib, o'tkazib qo'yib, oyoqlarini yelkamga qo'yib olib turib, machalka bilan, sovullar bilan shu sonlarini masaj qilib, shunaqa ko'pirtirib, yuvaman, cho'miltiraman, tizzalab o'tirib olib deydi. Dadam rahmanli shundoq boshimga qo'lini qo'yib olgan, yum yig'laydi. Bolam turpoq olsang oltin bo'lsin. Bolam turpoq olsang oltin. Shu duoni qilaverdilar. Balisalarda qaratdi, yaqa qaratdi. Mana shu bola dadalardan keyin 2 ta 3 ta uchastka qildi. 1-2 ta yangi mashina oldi. Dom oldi. Dehqonchilik qilib qo'yganman deydilar. Pomidor 1 gektar pomidor ekkanman. Mana hozir noyabr oyi deydi. Mani atrofimdagi dehqon qo'shnilarimni pomidori gullaganda qurib bo'lgan pomidori deydi. Gulida qurib bo'ldi. Hozir borsam mana kuz deydi, kechkuz 30 yashik bozorga xaridorgir pomidorim bor hozir deyapti. Hammasi "Voy, sen nima sepding? Qanaqa dori sepding? Nega saniki qurimadi? Nega saniki qurimayapti? Bizniki nima dori sepding?" "Yo, men hech qanaqa dori sepganim yo'q. Bu dalamga dadam rahmatli dori sep ketganlar. O'sha duolarni sharofatidan deyman" deydi. Mana otaning duosi. Butun hamma yog'i barakotga to'ldirib oladi. Mayli arzimagan ish bo'lsin, qilib qo'ya olmaydimi? Shuni qo'lidan kelmaydimi? Yo shuni ham ota qilsinmi? Ana yerda hovlini o'yib qo'yish kerak. Shuni ota qilsinmi yo ona qilsinmi? Ana yerga borib kelish kerak. Otani o'zi borsinmi? Umid bilan shuni buyuradi, borib kelar, shuni qilib qo'yar deydi. Qisa duo qiladi-ku, rozi bo'ladi-ku, o'ziga foyda-ku. Ishi yurishmay turgan bo'lsa, ish yurishki, bitmay turgan ishi bitib ketadi. 1-2 bo'lmas ekan, ota-onaga oq bo'lgan farzand Rossiyaga ishlaydimi, Koreyada ishlaydimi, Amerikada ishlaydimi? 1-2 bo'lmas ekan, hech qachon bo'lmas ekan. Shu kundalik ovqatini topib turar ekan, kundalik. Chunki Alloh taolo shunga kafil bo'lgan. Men o'rmalagan narsa borki, rizqini berganman degan. Xudo kafilman degan, shuni berib turar ekan. Lekin nar yoqda taxlab qo'ygan bir 10 million, 20 ming pul bo'lmas ekan umuman. Qachon bo'lsa qarz. To'y qilyapman, aka, nima yordam qila olasiz? Qara xotiniga, qara akalaringga ayt, yordam qila olar ekanmi? U bu narsani qilib berib tura olar ekanmi? Unga borgan, munga borgan, qarz qavala, boshi qarzdan chiqmay, g'amdan chiqmay, biriga yetqisi, bu yoqda 10 tasiga yetmay turadigan farzandlar ayni o'sha ota-onani qaqshatgan, ota-onani aytganini qilmagan inson. Masalan, ota ish buyurdi. To'g'rimi? Ota ish buyurdi. U ishni farzand eshitdi, lekin qilmadi. U ish o'zidan o'zi yo'q bo'lib ketmas ekan. Allohning farishtasi boya ota buyurgan ishni, farzand qilmagan ishni shundoq olar ekanda,
arxivga olib sefga solib qo'yar ekan. Sefga solib qo'yar ekan. Oradan yillar o'tar ekan. 15 yil, 20 yil, 30 yil o'tar ekan. Boyagi otani buyurganini qilmagan farzanddan farzandli bo'lar ekan. Uni ham o'g'li katta bo'lar ekan. Otaman-ku, bu bolam-ku deb ish buyurar ekan. O'sha ish buyurgan paytda boyagi farishta arxivda turgan boyagi otasi buyurgan paytda qilmagan ishi shundoq olar ekanda, ota bilan farzand o'rtasiga qo'yar ekan. Mana bir paytlar shu ishni otang buyurganda qilmagan eding, mana endi o'zing ko'raver deb o'rtaga u ham qilmas ekan. Qaytar dunyo. O'zingdan chiqqan baloga qayerga borasan davoga degan gaplar aynan mana shu yerlarda ishlar ekan bular. Yo birortasini eshitdingizmi, yo ko'rdingizmi? Palonchi otani urgan bo'lsa ham shu hokimiyatda palon bo'limida rahbar bo'lib o'tiribdi deganini eshitganmiz. Palonchi ota-onalarni qariyalar uyiga olib borib qo'ygan bo'lsa ham, ja oshig'i olchida bir 500 ta odam ishlatyapti firmasida, zavodida degan odamni ko'rganmisiz? Otani urgan odamni zo'r mashina minib yurganini ko'rganmisiz? Yo dang'illama uchastkada yashayotganini ko'rganmisiz? Mumkin emas bu. Bu Allohning va'dasiga xilof birodarlar. Allohning bunaqa va'dasi yo'q. Hech qachon 1-2 bo'lmaydi dedilarmi? Tamom u xorlikdan, zorlikdan o'sha o'lgunicha qaytaga qariganida o'limiga tashna bo'lib o'ladi. Tezroq jonim mog'im bu g'urbat bolalardan qutulay deb o'limiga tashna bo'lib o'ldi. Xudo xor qilmasdan o'ldirmaydi. Shundan hozir biz farzandlarimizga ish buyuryapmiz, qilmayaptimi? U o'zidan o'zi bir joydan chiqqan emas u. Bir paytlar shu ishni aynan biz ota-onamizga ravo ko'rganmiz, bugun o'zimizga qaytyapti. Bu birinchi toifa farzand ekan, oq bo'lishga eng haqli farzand ekan. Xudo asrasin, ota-onaga oq bo'lgan farzand hech qachon jannatga kirmaydi. Hech qachon jannatga joy bermaydi Parvardigor olam. Ikkinchi toifa farzand ota-onani buyurganini qilar ekan, lekin zo'rakayiga qilar ekanda, majbur qilar. Haligi bo'yniga arqon bog'langan it ovga yaramaydi deydi-yu. Xuddi shunaqa majbur qilar ekanda, qancha gap so'z tani nima topfaganinglar, menmi nimaman, o'gaymi? Men sizlarga qachon bo'lsa ana uni qilma. Nega akamga aytmaysiz? Nega ukamga aytmaysiz? Mana shu tingir sassiq gaplar bilan otani, onani bezor qilib shu bir amallab qilar ekanda, majbur qilar ekan. Kim maza qiladi? Kim u rohatlanadi? Bolangizga ish buyurib maza qilasiz. Quvvatdan yerda shu ketmonni manda qilib uryaptimi, lapatkani manda qilib uryaptimi, yo oldidan chiqqan toshni olib otyaptimi? Bu zarda kimga u achchiq kimga u o'tga yo ketmonga yo toshga emas, u zarda otaga otilyapti. Menga shu ishni buyurding, buyurmasliging kerak edi, men bu ishni qilmasligim kerak edi degan ma'no bor buni tegida. Ota buyurgan ishi o'sha majburlar, masalan, molni sug'arib qo'y dedi, yo mollarni yerga bog'lab qo'y dedi. Molni sudiryapti, yurmayapti, u bo'lsa molni bosh ko'zi qaramasdan uryapti, tepayapti, jahl qilib, u molga qilayotgani yo'q, u jahlni otaga qilyapti. Ming pushaymon bo'ladi, ish buyurganiga ming pushaymon. Qa'dan ham shunga buyurdimi deydi. Tatiydimi shu ish? Ish buyurib baraka topadimi? Hech qachon. Sen go'dakligingda tagingni bulg'ab qo'yganingda achchiq qilib garshoylarni otmadi-ku onang. To'g'rimi? Otmadi-ku, bir piyolalarni otmadi-ku. Dadang haligi senga u bir narsa kerak bo'lganda pul yetkiz olmay qolgan paytda qo'liga tushgan narsani otmadi-ku, bir amallab sabr qilib, kamini ko'sini qilib, oyoqqa turg'izdi, boshqa qildi. Sen haligi yig'lab qarqasha qilganingda zo'rma-zo'rakay qilgan yo bajonidil. Masalan, 1 yoshar bola hech narsa so'ra olmaydi. Dada, bobo, dada menga cho'p-cho'p olib keling, yo Xitoy o'yinchog'idan olib keling deb, lekin olib kelyapti o'zi, so'ramasa ham, aytmasa ham olib kelyapti. Senga qilgan, endi sen qiladigan navbat saniki kelib qoldi. Nima endi 70 ga chiqqanda ham shu otang ish buyurmasinmi senga? Yo haqqi yo'qmi? Yo sen shunaqa zo'r odammisan? Birov ish buyurishga je martabang ulug'mi? Mumkin emasmi senga ota-onang ish buyurish?
ota-ona ish buyurdimi, boringizga shukr deb yugurib qilish kerak. Hali bu suhbat oxirida keladi, bu 5 toifaning ichida hamma bashara ko'rinadi, hamma asl ko'rinadi. O'shandan bu ishlarni ota buyurganda, ona buyurganda bajonidil qilish kerak ekan, yugurib qilish kerak ekanki, dadam mana shu ishni buyurdilar, o'zi aslida buni buyurmasalar ham bo'lardi, lekin dadamlarning maqsadlari meni Allohga yaqinroq qilib qo'yish. Allohning rozichiligini menga olib bermoqchilar, shu ishni bajaraman, otam rozi bo'lsalar, Xudo mendan o'zi aslida meni Allohga yaqin qilib qo'yish maqsadida buyurdi deb yaxshi bir fikr bilan, yaxshi bir gumon bilan qilish kerak ekan buni. Deb menga buyuraverasiz demaslik kerak ekan. O'sha senga buyuryaptimi, akangga buyurmayaptimi, ukang senga buyuryaptimi, demay sen otang uchun suyukliroq ekansan. Seni boshqacharoq muhabbat bilan yaxshi ko'rar ekan. Shuning uchun senga buyuryapti. Shuni shundoq qabul qilish kerak. Yomon ko'rganiga buyurmaydi-ku, to'g'rimi? Yomon ko'rgan insoningizga hech narsa buyurmaysiz-ku. Yaxshi ko'rganingizga buyurasiz, umidingiz ko'proq bo'ladi. Shu meni ishonchimni oqlaydi hozir, hali buyurganimni qotirib qilib qo'yadi deb umid bilan buyuryaptimi? Uni ham farzand shundoq qabul qilish kerak ekan. Ajab bo'lsin, aka, mana menga buyurdi, men dadamning xizmatini ketyapman deb maza qilib ketsin ekan, rozi bo'lib ketsin ekan. O'sha hali ishga bormasdan, o'sha ota buyurgan ishni hali bajarmasdan turib Xudoning rozichiligini olib qolish mumkin. Xudoning dargohiga yaqin bo'lishlik mumkin. Nima bilan haligi ota-onangga itoat qil, ota-onangga yaxshilik qil. Xudo har oyatlarda buyurdi-ku, ota-onangga yaxshilik qil, yaxshi. Allohning buyrug'i. Allohga ibodat qil, shirk keltirma, ota-onangga yaxshilik qil. Bitta oyatda uzluksiz kelgan mana shu 3 ta amr. O'rtada hech qanaqa tochka yo'q, pauza yo'qda. Allohga ibodat qil, shirk keltirma, ota-onangga yaxshilik qil. Ota-onaga yaxshilik qilish bu Allohga yaxshilik qilish bo'ladi. Ota-onaga yaxshilik qilish insonni, farzandni do'zaxdan uzoqlashtiradi. Ota-onaga qilingan yaxshilik insonni jannatiga yo'l ochib beradi, birodarlar. Vaqtimiz ancha bo'lib qoldi. Inshaalloh ertangi kunimizga qolgan toifalarni ham endi mana birinchi, ikkinchisini eshitdik. Birinchisi oqlikka haqlik farzand ekan. Xudo asrasin, Xudo asrasin. U ota-onani ranjitib yig'latishdan, ko'ziga yosh keltirib Xudo asrasin, oq bo'lib qolar ekan. U ikkinchisi ota-onani buyurgan ishini majbur qilganligi uchun unga hech qanaqa savob yozmas ekan, Xudo ajr yozmas ekan. Bu ota-onani aytganini buyurdi. Endi Xudo olsa ertaga 3-qolganlarni eshitamiz. Subhana robbika robbil izzati amma yasifun va salamun alal mursalin valhamdulillahi robbil alamin. Hojdadamlarga olib bering.